90% ayollarni yuzi tanasi judayam qattiq quriyapti. Budjetli variantda, lekin judayam zo'r ishlaydigan krem so'rashyapti mendan. Mana sizlarga yuz uchun молочко. Buni mendan olganda даже tanasiga ham ishlatib tashlayapti. Rosa ham barakali, anchaga yetib beradi. Shundoq toza yuzga ertalab kechqurun 2 mahal surasiz, umuman teringiz qurimaydigan bo'ladi. Judayam приятный hidlari bor, tananglarni judayam zo'r namlantiradi. Yuzga ajin tushishini sekinlashtirmoqchi bo'lsanglar, doim yaxshi mahsulotlar yuzingizga ishlatinglar va doim namlantirib yuringlar. Chunki quruq teriga ajin tushishi judayam ehtimoli katta. Teringlar qurigandan keyin u tortilgan joylariga chizuvlar tushadi, keyin uni ketkazish qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun shularni oldini olish uchun doim tananglarni zo'r kremlarda namlantirib yuringlar. Mana sizlarga budjetli variantda bo'lgan, judayam zo'r ishlaydigan yuz uchun молочко farqini ko'ryapsizlarmi o'zi? Judayam zo'r namlantiradi va yuzingizda qurish nimaligini umuman esingizdan chiqarasizlar.